Sizlar bilan Senior Finance soliq masalalari bo'yicha yangiliklar bilan gaplashamiz. Fakturalar xavf darajasi yuqori fakturalar. Bular nima degani? Pastavchi sizga faktura yubordi. U qizil chiziqda turibdi fakturasi. Bu soliq xavf darajasi yuqori hisoblanadi. Siz o'sha fakturani qabul qildingiz, demak siz 24% soliq to'laysiz 12% o'rniga. Nimaga desangiz, kiruvchi indeksni siz zasчётga ola olmaysiz va sotganda ham 12% to'layverasiz davlatga. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Buni oldini olish uchun o'sha sizga kiruvchi fakturani qaytarasiz ortga, отказ bosasiz. Pastavchiga aytasiz, to'g'rilab qaytadan jo'nat. Soliq xavf darajangni to'g'rilab pastga tushirib, sariq bo'lsa ham bo'ladi. Qaytadan jo'natgandan keyin qabul qilasiz, hammasi joyiga tushadi. Faqat sotganda 12% indeks to'laysiz, kiruvchida 12% zasчётga olasiz. Ikkinchi yo'li, 1 millionlik tovar sizga prixod bo'lyapti, pastavchidan faktura keldi. Qizil chiziqda turibdi, soliq darajasi, xavf darajasi yuqori. O'sha fakturani siz qabul qilasiz, lekin to'lovni pastavchiga o'sha 1 milliondan minus 12% ayirib tashlab, ustidagi indeksini olib, qolgan summani faqat tovar narxini pastavchiga to'lab berasiz. Ayirib qo'ygan uni minus 12%ni may 3 soliq kabineti orqali davlatga to'lab berasiz. O'shanda siz pastavchidan qarzdor bo'lmaysiz. O'zaro hisob-kitob yopilgan bo'ladi. Va siz o'sha qizil xavf darajasidagi fakturada indeksni zasчётga olish haqqingiz bo'ladi. O'shanda sizda hech qanaqangi xato kamchilik bo'lmaydi. O'sha narsaga e'tibor beringlar. Sizlar bilan Senior Finance sizni kuzatishda davom eting.